Guliston metan propan gaz uстановка xizmati o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Navbatdagi avtomobillarimiz ikkita Malibu avtomobiliga bir xil qilib, xudo xolasa, bir xil original komplektatsiyada propan gaz uстановка qilib berildi. Bunisiga ham 48 talik, bunisiga ham 48 talik zapchastlar uстановка qilib berildi. Qo'yilgan jihozlar bilan bitta tanishtirib o'tamiz. Blok upravleniyamiz hozirgi paytdagi eng trendda bo'lgan Alex Optic Idea blok upravleniyasi uстановка qilindi, original polshaniki. Elektron sistema, map dатчик, suv dатчик, ключателgacha polshaniki hisoblanadi. Farsunkamiz высокоскоростной Dakota AV italyanskiy original farsunka uстановка qilindi. Reduktorimiz maksimal darajada gazni cho'tki yetkazib berishlik uchun Nordic reduktor italyanskiy uстановка qilinadi. Hid chiqarmaslik uchun Fagent italyanskiy selektorlardan foydalandi. Kimga shunday ishonchli va sifatli va tezkor turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari, barcha turdagi avtomobillarga metan, propan, gaz uстановка xizmati mavjud. Batafsil ma'lumot va narx-navolarni pastdagi raqamlardan bilishingiz mumkin.